Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan shahridamiz. Namangan Lola 5-mikron yo'nalishida shu yo'lni bo'yida Loladan kelishda o'ng qo'l tomonda shu sidina sotadigan joyga kelganmiz. Bu yerda har xil sidinalar bor ekan. Buni bir boshdan shu sotuvchi ukamiz yonimizda turibdilar. Bir boshdan narx-navosini tanishtirib ketamiz, lekin video boshida aytib qo'yamiz. Biz hozirgi narxlarini aytamiz. Bu videoni 2 oy, 3 oydan ko'rilsa narxlar o'zgarib qolishi mumkin. Mumkin o'zgarib qolishi. Birinchida turgan mashinamizniki Cobalt mashinamizniki. Bu birinchidagi Cobalt, ikkinchidagi Kia Sonet mashinamizniki. bular Kia Sonet mashinagi. Mana to'jaliisi Kia K5 mashinamizniki. Undan keyingisi Nexia 3 mashinamizniki. Nexia 3. Cobalt mashinamizniki komplet narxi 2.200 ming so'm. Hop, hozirgi kundagi narxi 2.200 ming so'm. Buni orqasi ham bor shunda. Orqasi ham bor. Pastda orqasi, ko'prikda. Bu yoqda Kia Sonet mashinamizning orqasidagida buni kompleti $500. Buniki $500. Buni oldi ikkalasi ham sotilaveradimi? Alohida ham berilaradi. 2.200 ming so'm kompleti, 2 million so'mga ikkita oldini beramiz. 2 million so'mga ikkita oldi Cobalt mashinani sidinasi. Holati yaxshi ekan. Xo'p, bu qaysi mashinalarga ustanovka qilsa bo'ladi? O'zimiz Devo mashinalarga. Devo mashinalardan 4 ta bolani bo'lsa bo'ldi, yoki xudo xolasa predelka bo'ladi hammasiga. Hammasiga tushirsa bo'ladi. Tushirsa bo'ladi. Nexia 1, Nexia 2, Matizlar ham, Matiz, Spark hammasiga tushadi xudo xolasa, o'rnatsa bo'ladi. ustanovka qilsa bo'ladi. Bu keyingisi ham qilsa bo'ladi hammasiga. Bu ham hamma mashinaga tushadi. Tushadi xudo xolasa. Faqat o'zgina mehnat ketadi, o'zgina rasxod bo'ladi. Xudo xolasa konkretni ish bo'ladi. Peredalga qilib tushirsa bo'lar ekan. Buni narxini qancha dedik? $500. Buni olma ijratib bo'lmaydi, ikkita oldini komplet beramiz bunisini. Bu orqasi bilan beriladi. Misol uchun Cobalt minib kelsa, o'zini sidinasini holati yaxshi bo'lsa, o'zinikini olib buni beramiz. Mana o'z sidinamizda Kia Sonetga do'xozi Cobalt o'rnashlar ham yaxshi o'rnaydi. Bir ikkita mashinaga o'rnatmaydi Cobaltchilarga. Chiroyli o'rnaydi. Chiroyli o'rnaydi do'xolasa. Komfort xohlaganlarga buni qo'ysa bo'laveradi. Abgreflari bor. Do'xolasa siteda. Bu o'zini sidinasini ham yaxshi narx topib qolinadi. Olib qolinadi do'xolasa o'rtada berilaveradi. Gaplashamiz. Xo'p, keyingisi bular mexanizmi yondan bu tomoshqa turadigan bu knopchniy bo'ladi. Bularniki energiya Kia Sonetga qo'lda bo'lsa, bularniki yonda nimalar bilan elektronli. Elektronli. Bu K5 o'zi asli. K5 bu ham komplet. Do'xolasa komplet. Depo mashinaga o'rnaydi bu ham. Buni ham bu yoqda Nexia 3 mashinamizniki bor, sidinamiz. Bu mashinamizni ko'pincha biz o'rnatganlarimizga Nexia 1, Nexia 2 mashinalariga o'rnatib berdi. Xudo xolasa o'rnashlari ham yaxshi o'rnatdi. Bu ham komplekt-a? Xudo xolasa bundan kompletlari bor, undan pastda turibdi. Kompleti o'rnash ustanovkasi qanaqa bo'ladi deganlar uchun xudo xolasa o'zinikidan ko'ra kengayadi orqasi, ochiladi. Nexia 1, 2 ham o'sha qo'yiladigan bo'lsa kengayadi. Bu Nexia orqalari ham ancha kengayadi. Kengayadi ancha. Buni narxi qancha hozirgi kundagi? Hozirgi kundagi narxi 2 millionga ustanovka haqqi bilan bo'ladi. Sidinalarni kelishamiz o'shaning ichida. Ustanovkalari bilan 2 million so'm ekan. O'zingizlarning sidinalarni kelishilgan holatda olib qolib, ustanovka qilib berishar ekan. Endi bu yoqda Damas mashinamiz ekan. Bu komplekt ekan bu ham. 2024-yil mashinamizniki narxi 2,5 million so'm. 2,5 million so'mga beriladi. Xo'p, bu komplekt mashq holatdagisi. Ikkita oldi deganlarga, ikkita oldi, ikkita o'ttasi deganlarga, ikkita o'ttasi, orqani uz deganlarga, orqani uzini ham beramiz. Addini ham sotilaveradi. Addini sotilaveradi, ajratilaveradi. Ikkita oldini narxi 1.300 ming so'm, ikkita o'ttaniki ham 1.300 ming so'm, orqaniki 800 million atrofida bo'ladi. 800 ming 1 million atrofida. Shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Video Spark mashinamizniki Matizlarga, Tikolarga ko'pincha o'rnatgan mashinamizga. Matiz Tikoga tushadi. Ikkalasi bir xil ekan, qanchadan bu yoqdagi birinchisidagi 1.600 ming so'm, bu yoqdagi 1.800 ming so'm. Buni holati yaxshiroq. Holati yaxshiroq bunisi. Bunisiga keladigan bo'lsa, bitta himchiska qiladigan holatdan isi. Bitta himchiska qiladi. Buni himchiska qilish shart. Tikoga, Matizga tushadi. O'ziga birga bir. Holati yaxshi. 1 million 800 dedik, bunisi 1 million 800 ming so'm. 800 ming so'm. Telefon nomerlari nechi edi?
93lik 193 53 33 91lik 358 03 33. Shu nomerlarga aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa ishinglarni bitiramiz. Hozir bu yerda sidinalarni ko'rsatib o'tdik. Bu videomizda bir oydan keyin, bir haftadan ko'riladigan bo'lsa, bu sidinalar o'zgarib, boshqa sidinalar ham Keladi, keladimi? Xudo xolasa 2 kun ichida aloqaga chiqib tursan, 2 kun ichida Gentra mashinamiz degan sidinalarimiz keladi. 3-pozitsiya, 2-pozitsiya, 1-pozitsiya. Undan tashqari yonda buradigan bo'lsin deganlar uchun Lacetti mashinalarimizga ham Xudo xolasa keladi. Uni ham Xudo xolasa bir kelsanglar, okamlar video qilib qo'yamiz Xudo xolasa. Telefon qilishsa to'liq ma'lumotini o'zingizlar berib o'taverasizlar. Xudo xolasa kelsanglar ishlaringlarni chiroyli qilib bitirib berishar ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa sidinalar kerak bo'lsa. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasiz.